Assalomu alaykum, hurmatli mijoz. Sizni Ayuta Emniyet hisobini ko'rganimni juda xursandman. Xo'p, ushbu avtomobilimiz sertifikatsiyadan gibrid hisoblanadi. Общий umumiy zaxirasi boshqarish zaxirasi 1300 km. To'liq to'rtda esa 200 kmgacha bemalol harakatlana oladi. Ushbu avtomobilimizda bilamizki, komplektatsiyasiga qarab 5 o'rindiq hamda 6 o'rindiqli bo'ladi. Biz hozir esa 6 o'rindiqli avtomobilni salonida o'tiribmiz. Demak, 3 qatorli. Xo'p, ushbu avtomobilimizni e'tibor qiladigan bo'lsak, ichki interiorasining juda ham yoqdi, chunki bu yerda ranglardan juda to'g'ri foydalangan. Demak, oq, bejali, jigarrang, yog'ochli kuralik va yana benzin bilan ranglardan foydalangan. Bu mashinaga qanaqadir hashamat taqdim etadi. Xo'p, ushbu avtomobilimiz ham demak to'liq napa ko'zidan foydalangan, yog'ochli va alcantara ham foydalanib o'tilgan. Sut bilan foydalangan albatta. Ushbu rulimizga ahamiyat beramiz. Bu ham to'liq charm bilan qoplangan, to'liq qo'l mehnati qilingan va juda chiroyli ko'rinadi va knopkalarga ahamiyat beradigan bo'lsak, bu rejimli rul hamda mashinani o'zini ovoz boshqaruvi uchun 360 kamera uchun va sportni bir xil qiladigan kontrol uchun ham knopkalardan foydalangan va o'rtada esa ishchi panelimizni bilamizki, mashinaga tegishli bo'lgan barcha informatsiyalarni keltiradi bir vaqt o'zida, demak necha kilometr tezlikda yurishingiz, necha kilometr benzinda yurishingiz va hokazo shunga o'xshash barcha ma'lumotlar bu yerdan keltiriladi. Undan tashqari haydovchi uchun qulaylik vazifasini bajarish uchun qidab displey proyeksiyadan foydalanadi, ya'ni bu yerda o'sha polosani, avtomobilni, tezlik hammasini o'zida ko'rsatib turadi. Bunda ham demak Face ID tachlar bilan jihozlangan. Bu ham demak o'rindiqni hamda bokovoylarni, klimat kontrollarini bemalol eslab qolish xususiyatiga ega. Tom qismimizda demak bunda ham tayyor, albatta bunda ham yoritish tizimlari bilan jihozlangan. Va ushbu avtomobilimizda ichki kamerasi ham mavjud. Bemalol rasmga, videoga olib ketish mumkin va markazga konsolga ahamiyat beramiz. Bu yerda esa kattagina monitor va bu monitor ishlashi qolgan barcha Ayuto modellaridan hech qanaqa farq qilmaydi. Ya'ni bilamiz, Huawei kompaniyasiga tegishli, Huawei kompaniyasining texnologiyalari, akustika hamda elektroniklar bilan jihozlangan. Xo'p, o'rtada demak detektorlarimiz qanaqadir skritni, ya'ni yashirincha ishlangan va bu ham hech qanaqa ortiqcha narsani talab qilmaydi. Avaryani knopkamiz va ikkita telefon uchun simsiz quvvat port qoldirilgan. Sportlarga ahamiyat beramiz. Sportlarimiz demak kristal, ya'ni hashamatli ishlangan. Xo'p, pastakamera, joy hamda barimiz ostida ham yana sizga Type-C, USB ham elektron ham jihozlangan. Xo'p, markaziy sentr zamok stigli podъемniklari xrom bilan ishlangan. Bu ham chiroyli va bokovoylarni, ya'ni istagan oynani to'g'irlash uchun bu knopkalar hammasi chap tarafingizga joylashtirilgan. Xo'p, ahamiyat beramiz, ushbu avtomobilimiz 6 o'rindiqli va barcha 4 ta o'rindiqda, ya'ni birinchi va ikkinchi o'rindiqda isitish, sovutish hamda massaj funksiyalari ham mavjud. esa defektga tashlangan, sovutish, isitish demak orqa sensorli paneldan ham boshqarsak bo'ladi. Xo'p, qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lsa, ushbu avtomobilimiz haqida bemalol avtosalon murojaat qilasiz, avtosalon showroomda turgan mashinani ko'rib, xohlasangiz test drive qilib albatta o'tsangiz bo'ladi. Barchangizni avtosalon